Jonivorlar mana toza 40. Misol to'qli. Juda sifat. Hammasi. Bironta gardisi ya shalpisi yo'q jonivorda. Mana kallasi juda benuqson. Oyoqlari qalin, uzun. Bellari ham Pusturmasi juda chiroyli jonivorlardi. Inshaalloh. Juda sifat narsalar. Mana oxiridagi qo'y, misol chori qo'y deb o'ylayman. Mana to'qlali jonivor. Soni 15 bosh. Assalomu alaykum arashan muxlislari. Mana shu ona bola bilan shu orqasida turgan bo'g'oz qo'yimiz sotiladi. Bo'ylari 90 ga yaqin, 88 atroflarida. 4 tush 6 tush qo'ylar. Mana onasi dumbalarida razrezlari moshni, bo'ylari baland, stoykalari yaxshi. Mana bolasi 1,5 oylik bo'ldi qo'chqor. Karabil liniyadan tushdi. Mana kalla, svet, quloq. Bolani zo'r berdi mana. Bolani yaxshi beradigan sog'liq, birinchi klass sog'liqlar mana. Bo'ylari baland, tikka narsa. Bolani yaxshi berdi, svetli berdi bolani. Mana shu bo'g'oz. Xudo xolasa, karzaliniya qo'chqoridan qochgan, dumba razrezlari dakansa, kalla formalari, quloq joylashuvlari yaxshi. Quloqlari shu 19 chiqib qoladi. Bellari keng mana kasteklari. Bu bo'g'oz nariga ona bola. Ikkalasini sotamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, yangi boshlovchilar bo'lsa, mana pul yengil variantlaridan. Mana qo'chqor 1,5 oylik qo'chqor. Quloqlari ham zo'r tushdi, ranglari ham zo'r tushdi mana. Suyaklari ham baquvvat qo'chqordi. Mana orqa suyaklari dumba. Mana bo'g'oz qo'yimiz juda gavdali narsa bu. Bellari baquvvat narsa. Mana orqa tomonlari mana bolasi. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Mana shu bo'g'oz bilan qaranglar, mana to'sh oldiga chiqib turibdi. Suya juda baquvvat, bellining kengligi. Mana kalla formalari ham yaxshi, idealniy, baquvvat sog'liq, bola beradigan sog'liq. Qiziqqanlar bo'lsa beramiz mana shuni. Assalomu alaykum guruh ahli, urg'ochlar, udorlardan kelgan, mana 4 dona urg'och hammasi qo'y qo'ygani nasllikka, urug'likka boqaman desalaring, sizni shoshilib aloqaga chiqasizlar. Qo'y Namanganda turibdi. Mana tozalarda, yunglar o'zi to'kiladigan variantlardan, stoklari hamma yog'i cho'tki. Dumba razrezlari o'ta ham ideal darajada. Narxi akalar 3,600,000 so'mdan Toshkentgacha dostavkasi ichida ketaveradi mana. Zorlarida. Yana bemalol aloqa chiqarsa, realni oladigan odam telefon qilsin, chiroyli qilib, xudo xolasa, sunnatga chiroyli qilib o'tib beramiz. Dastavkamiz Toshkentgacha. Ketdi. Qo'chqor. Kallang o'sadi. 4 dish, endi buzdi 4-siga. Bo'yi 1,5. Oshiqroq plus. Orqadan. Tishini ham ocha olasan? Ana to'risini endi chiqardi. Ana. Meni bo'yim 1,82 mana. Shu atir. Shu.
Ana bo'yim buru. Esa, chinligimdan tepada. Ana. Bishkekdan o'tgan. Qo'ziligida o'tuvdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana afg'on qo'chqorimiz, mashalloh. O'zingizlar ko'rib bir baho berib qo'yasizlar. Mana mordalarini qaranglar, mashalloh. Boshqa. Bunaqangi afg'on qo'ylar redki uchraydi, u har doim uchramaydi bunaqangi afg'on qo'ylar. Zot olaman, nasl olaman deganlar mana mashalloh. Dumbalarni bir ko'rsatib qo'ying aka. Dumbalarni mashalloh, razrezlar bilan chotki dumbalar. Dumba belda osilmagan. O'zi ham otga o'xshab turadi, mashalloh. Kalalarni, garbanoslarni ham chiroyli, mashalloh. Go'zal. Kimga shunaqangi bir afg'onni go'zal kerak, bitta bo'lsin degan insonlarga mana shuni olinglar, mashalloh. Pulni kelish qolsak sotamiz. Aytib o'taman, puli arzon emas lekin. Puli arzon emas. Assalomu alaykum akalar. Mana shu arashincha sotiladi. Qo'y, hani qo'zi. Bo'ylari 75 atrofida. Mana dumbaraz yuzlari mana. Yuzlari oppoq. Qo'zi. Yerda bir 6-7 oylik atrofida. Oyoq qo'llari juda baquvvat. Juda chiroyli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli jamoaga kelarim men. Afg'on qo'zi qo'chqorchalar. To'rbosh, bir qora uch. Siyqi. Mana kelgan. Nihoyatda yo'g'on qo'zilar.